mingdan 10 ga yaqin bola atrofimda bo'lib, bolalar shifoxonasiga tushgan deyishyapti. Bu rostmi yolg'onmi men buni bilmayman, lekin buni sababini qilib qo'yishimiz kerak. Hurmatli zavidovchilar, bog'cha boshliqlari, xususiymi, shaxsiymi, davlatniki bo'ladimi? To'lagan kunlar bunga o'xshagan tashkiliy narsalar, ko'chadan kiradigan oziq-ovqat mahsulotlari nima uchun bog'chaga qo'yasizlar? Kimdir bolasi allergiyaga moyil bo'lishi mumkin, kimgadir bu narsa umuman yoqmasligi mumkin. Retsept bo'yicha, qonun bo'yicha qanday belgilangan shu tartibda bering. Hurmatli ota-onalar, tug'ilgan kuningiz bo'lsa uyingizda nishonlang. Xursandchilik qilaman deb, mana bunday axir bolalarni kasal qilib, temperatura qilib, 10-15 kunlab yotib, atrofida bo'lish nimaligini bilasizmi? Bu 4-5 yoshli bolaga qanday ta'sir qiladi? Sizni xursandchiligingiz uchun qancha odam jabr ko'ryapti? Ozgina fahm-farosatni ishlatib ish qilinglar. Bog'cha tarbiyachisi shunga ruxsat bermas kerak edi. Retseptda nima ko'rsatilgan? Oziq-ovqat mahsuloti ichida yo'qmi, bermang o'shanisi. Yo'q, mumkin emas deng. Kasal bo'lib qoladi. Teng bola yozda issiqda bu narsa. Bu qiyin narsa emas-ku buni bilish. Yaxtang muzdek narsani ichirib qo'yadi, tomog'i shamollab qoladi. Kim aybdor bo'ladi bunga? Keyin qog'oz qalam qilib yozuv chizib qilsa, hamma bir-biridan xafa bo'ladi. E'tiborga olinglar.